zamzamni qayerda ichsangiz ham mayli, shu masjidning ichida iching, qayerda bo'lsa o'sha yerda duo qilasiz. Zamzam ichishda ichmasdan turib ayting: ey Alloh, men bu suvni jannatdan chiqqanligini bilaman. Bu suvni o'zing yaxshi ko'rganlarga ichirishingni bilaman. Meni hamma gunohimni kechirib yuborsang ichaman. Hamma gunohimni kechirib. Menga foydali edi. Meni o'zi bu yerga kelishimdan maqsadim hoji bo'lish emas, umra qilish ham emas. O'zi maqsadim sen. Seni topishni xohlayman. Seni yaxshi ko'rishni xohlayman. Men bildimki, bu yerga kelganda yaxshi ko'rasan ekan, shunga keldim. Tushundingiz? Shunaqa qilib zamzamni ichadi.